Uyghur Avazı Radyo Stansısı. Uyghur Avazı Radyo Stansısı. Assalamu alaikum sevimli radyo anlatıcılar. Tövende Uyghur Avazı Radyosu'nun Uygurca anlatışını başlayınız. Suyumlik radyo anlıqçılar. Bu yıl 2. ayının 5. günü meşhur 5. fevral G'olji inqilabının 4. yıllık xatırı günü. Gerçi bu vaqanın yüz berginiga 4 yıl bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur xalqi bu tarixiy vaqani hech bir zaman esidan chiqargani yo'q va mangu esidan chiqarmaydi. Chunki bu vaqa mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga qaratgan vahshiy qirg'inchiligining jonliq isboti sifatida xalqimizning yuragining cho'nqir qatiga o'rlashib ketdi. Yani şundaqlı 5. fevral G'olji vaqasi hozirgi zaman Uyg'ur xalqining mustamlikchilikka, zulmga, izilishga va xo'rlikqa qarshi ilib borgan haqqoniy kurashning simvoli va bayroqdori sifatida o'zining shonliq ahamiyatini saqlab kelmoqda. Gerçi bu vaqa vahshiy kommunist Xitoy hokimiyati tarafidan qonliq shaklda bostirilgan bo'lsa-mu, ammo G'olji xalqi o'zining issiqqini va qimmat hayoti badaliga Uyg'ur xalqining zulmga tiz bukmaydigan kurashchan ro'yini butun dunyo xalqi oldida namoyon qilgaydi. Şuna vatan işi vəsilidəki Uyğur xalqı 5. fevral G'olji qırğınçılığında hayatından ayrılgan qəhrəman oğul qızlarını hərgiz esindən çıxarmaydı və ularını məngü qaygı həm seğiniş ilkidi yad ediyordu. Şundaqlı ularning kurash irodasiga varis qilib, vatanimiz Sharq Turkistonning talto'kis mustaqilligini qo'lga keltirish uchun Xitoy mustamlikachilarga qarshi kurashni odoqqicha qat'iy davomlashtirdi. Biz 5. fevral G'olji inqilobining 4. yilligi munosabati bilan butun illi xalqiga yana bir qatim oliy ehtirom bildiramiz. Shehitlarimizning oil tavobatlariga va Xitoyning qorong'u zindonlarida yetayotgan botir o'g'illarımizga Janobi Allohdan sabr tilaymiz. Shehitlarimizning yotgan yeri jannat bo'lsin. Qadrli vatandoshlar, tövəndə sizlərə Germaniyanın Münxen şəhərində yaşayotgan Uyğurlarning 5 fevral günü Münxen şəhərindəki Xitoy konsulxanası aldida ilib borgan norozilik namoyishining amaliy ahvolini diqqətinizə sunmoqchimiz. Assalamu alaikum suyumlik radyo anlıqçılar. Ben stansımızın muhbiri Parat Yurunqaş. Hazır men sizlerge Germaniyanın Münxen şəhərindəki Xitoy konsulxanasının aldıda naq meydandan xəbər veriyatman. Hazır sizlerge tuyulub atqını Germaniyanın Münxen şəhərindəki Uyğurlarning Xitoyga qarşı to'lg'an şuvar sadasından ibaret. Sizlerge ma'lum bo'lganidek 1997-yili 5. fevral G'olji qirg'inchiligidan keyin chet eldagi Uyg'urlar dunyoning har qaysi joylarida faoliyat berayotgan Uyg'urlar xilma-xil shakllardan foydalanib, yana namoyish qilish, konferans o'tkazish, tashviqot varg'i taqtish qatorliq usul va shakllardan foydalanib, Xitoy hokimiyatining G'olji xalqiga qarta ilib borgan vahshiy qirg'inchiligiga izchil turda norozilik bildirib kelmoqda. Bu faoliyat har yili izchil holda 5 fevral kuni izchil holda har qaysi davlatlarda davomlashib kelmoqda. Xuddi shuning bilan bir qatorda bugun, ya'ni 2. ayning 5 kuni tushdan keyin soat 2 atrofida Yevropa Markaziy organ Germaniyaning Münxen şəhərindəki Avropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining o'rlashtirishi bilan bugun Germaniyaning Münxen şəhərində yashayotgan Uyg'urlar Xitoy konsulxonasi oldiga to'planib, kommunist Xitoy hokimiyatining G'olji xalqiga qarta ilib borgan qirg'inchilik siyosatiga yana bir qatim norozilik namoyishi o'tkazdi. Gerçi bugun ish kuni bo'lgan bo'lsa-mu, yana nurg'ulg'an Uyg'urlar bu qatim namoyishga aktiv bilan qatnashdi. Namoyishlarimizning kayfiyati intayin jangovar, intayin yuqori edi. Ular Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi Germancha, Xitoycha, Uyg'urcha tillarda turli shiorlarni to'plab, o'zining kommunist Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini izhor qilishdi.
Suyumlik radio anlıqçılar bu qıtımqı namayışda xuddi o'tgan namayışlarga o'xshashlar Yevropaning kimyoviy shahrida yashayotgan Uyg'urlar Sharq Turkistonning oyil tuzliq ko'k bayrog'ini ko'tarib chiqdi. Hamda Xitoy hokimiyatininki G'o'lji xalqqa qarta ilib borgan qirg'inchiligi namoyon qilingan ba'zi rasmiy taqlarni ko'tarib chiqdi. Xitoy hokimiyatininki qirg'inchilik siyosatida ayblangan ba'zi lozunglarni ko'tarib chiqdi. Shuning bilan birga bu qıtımqı namayışda yana Rabia Qodir qo'yib berishni talab qildi. Xitoy hokimiyatidan bu vaqtda maxsus Rabia Qodir qo'yib berilsin degan shiorlar to'landi. Suyumlik radio anlıqçılar bu qıtımqı namoyish jarayonida men namoyish qatnashgan ba'zi Uyg'urlarni shaxsan ziyorat qildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning ismingiz? Mening ismim Ilya. Siz Germaniyada tug'ilganchilik bo'ldi. Men Germaniya tug'ildim. Yili soat 6 yil bo'lib qoldi. Siz siyosatpanal qilib turibsizmi? Siyosatpanal. Sizning siyosatpanalligingiz qabul bo'ldimi Germaniyada? Qabul bo'ldi. Siz har qatimliq namoyish sizni ko'ryapmiz. Bu qatimliq namoyishga alayda qatnashib kelibsiz. Uning ustiga bugun ish vaqti Germaniyaning nimasi bo'yicha. Siz bu qatimliq namoyishga qatnashdiki, maqsadingiz ham namoyishdan olgan ta'sirotlaringiz haqida so'zlab bersangiz. Chet eldagi bundaq fursatlik bir faoliyatlarga har bir Uyg'urning qatnash majburiyati ham vijdoniy burchi. Biz demak shunday bir fursat bo'ldi ekan, bundaq fursatdan hech bir zaman qo'ldan bermay Xitoyga bo'lgan noroziligimizni, vatan millatning bizning kutgan orzularini kichkina vaqtda o'smi ifodalashimiz kerak. Suyumlik radio anlıqçılar, ben bu qıtımqı namoyish jarayonida yana bu qıtımqı namoyishni tashkil qilgan Yevropa Sharq Turkiston birligininki bosh kotibi shundaqla Sharq Turkiston Milliy Qurultiy yoshlar komitetininki mudir Ümit Agay efendini ziyorat qildim. Bugungi namoyishga Ümit efendi shaxsan o'zi riyosatchilik qildi, ham o'zi shaxsan shior to'lash yetakchilik qildi. Assalomu alaykum Ümit efendi, har yili yani 1997-yili 5-fevraldan buyon har yili degidek Xitoy konsulxonasi oldida Komünist Xitoy hokimiyatining G'o'ljidagi qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazib kelinyapti. Ham bu faoliyat har yili degidek izchil turda davom etib kelyapti. Bu qatim yana bu faoliyat o'tkazilibdi bugun. Bu qatimqi namoyishni o'tkazishdagi maqsad haqida bir radio anglashimiz so'zlab bersangiz. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. G'o'lji voqeasi vatanimizda yaqin zamondan beri bo'lgan nihoyat uchun qonliq bir fojialik voqeadan iborat. G'o'lji voqeasi munosabati bilan necha 10 minglagan qahramon yoshlarimiz hozir texicha turmada yetyapmoqda. Bu qahramon yoshlarimizninki ro'yi uchun, ularning madadi uchun biz xalqimizning vatan mustaqillik harakatini qo'llab qo'yatlab, har yili G'o'lji voqeasini xotirlab mashada faoliyat olib beryapmiz. Yana bugun bu Xitoy kommunistlarining oldida, konsulisi oldida nihoyat keng ko'lamda namoyish qilyapmiz. Bugungi namoyishga Xalqaro inson haqlari kechirim tashkilotininki Xalqaro inson haqlari tashkilotininki boshlig'i shu Yogun Terak efendim qatnashdi. U nihoyat hayajon ichida turmoqda. Namoyishimizninki butun vatan xalqimizga bir umid bersin deb o'ylaymiz. Vatan xalqimizning sirtida, vatan xalqimizni qo'llab quvvatlayotgan milliy qurultaydan iborat cho'ng bir hukumatimiz va undan boshqa necha minglagan chet ellarda yashayotgan Uyg'ur xalqimiz bor. Biz hech bir zaman vatandagi xalqimizni yolg'iz tashlab qo'yganimiz yo'q. Biz ularning chet eldagi davosini anlatamiz. Xitoy bosqinchilik bo'lsa, besim iparimiz chet el arboblari bo'lsa, Uyg'urlarningki qonliq fojialik hozir ahvolini tunishtiramiz. Biz har zaman sizlarning qishinglarda bizning mangu xotirjam bo'lishinglar kerak. Rahmat sizga. Suyumlik radio anlıqçılar bu qatimqi namoyish degani Tibetga Uyg'urlar bilan laqab qolmay yana Tibet xalqiga erkinlik, ishki Mo'g'uliston xalqiga erkinlik degandek shiorlar to'landi. Bu mu bir chunki sizlarga ma'lum bo'lganidek yillardan buyon Sharq Turkiston, Tibet, ishki Mo'g'uliston xalqlari chet elda faoliyat qilayotgan bu uch taraf tashkilotlar o'zaro hamkorlik tashkiloti qurib, o'zaro xalqaro sorunlarda o'z izchil turda bir-birisi bilan moslashib Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi harakat ilib kelmoqda. Haqiqatan Dalay Lama markatim Amerikaning mas'ullari bilan ko'rishganda, shunday dunyoning har qaysi joylarida hukumat amaldorlari bilan va xalqaro tashkilotning mas'ullari bilan ko'rishganda Uyg'ur masalasini, Tibet masalasini qo'shib izchil turda ta'kidlab kelmoqda. Ishki Mo'g'uliston
xalqining chet eldagi ba'zi tamsilchilarimi bu vaqtda nega bo'lsa Mo'g'ul masalasi qo'shib Uyg'ur masalasini ta'kidlab kelmoqda. Shuningga o'xshashla Uyg'ur xalqimi, Uyg'ur tashkilotlarining dunyoning orqasi joylarida faoliyat olib turayotgan Tibet Uyg'ur masalasini ta'kidlash bilan birga Tibet masalasini, ishki Mo'g'uliston masalasini ta'kidlab kelmoqda. Chunki uchli xalqningki taqdiri o'xshash, uchli xalq kommunist Xitoy hokimiyatining mustamlikasiga duchor bo'lgan, uchli xalq o'xshashla o'zlarining milliy mustaqilligini qo'lga keltirish uchun kurash qilyapti. Bu xil hamkorlik izchil turda yaxshi bir shaklda davom qilyapti. Bu xil hamkorlik hatto bizning namoyishlarimizda, xalqaro konferanslarda aks etyapti. Suyumlik radio anglagıçılığı bu qadimki namoyish jarayonida Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti tomonidan hozirlangan qisqacha bir tashviqot varig'i taqdildi, german tilida hozirlangan. Bu tashviqot varig'ida Kommunist Xitoy hokimiyatining 1997-yil 5-fevral kuni G'o'ljida ilib qolgan qirg'inchiligi qisqacha bayon qilingan. Shundaqla G'o'lji vaqasidan buyon Kommunist Xitoy hokimiyatining il rayonida Uyg'ur xalqiga qarata izchil turda tutqun qilish, qirg'in qilish, bostirish, siyosatdan besim ishiltish siyosatini izchil turda qo'llanib kelayotganligi qisqacha bir bayon qilingan tashviqot varig'i. Bu tashviqot varig'i namoyish qatnashgan Uyg'ur namoyishchilar tomonidan namoyishni kuzatayotgan chet elliklarga, yerli xalqqa taqdim berildi. Suyumlik radio anglagıçılar, men namoyish jarayonida Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayiniki raisi Dolqun Aysani ziyorat qilgandim. Assalomu alaykum Dolqun afandi, siz bu qatimki namoyishga qatnashishga maqsadingiz va namoyishda olgan ta'sirotlaringiz haqida qisqacha so'zlab bersangiz radio anglagıçılarımızga. Rahmat. Bugün hammamizning xabari bo'lgandek 1997-yili Sharq Turkistonning G'o'lji shahrida yuz bergan qirg'inchilikning, vahshatning 4-yillik bir xotir kuni. Bu Sharq Turkiston xalqining tarixidagi qonliq bir yara. Sharq Turkistonning qalbida, Sharq Turkiston xalqining qalbida unutilg'isiz o'chmas qonliq dog'larni qoldirgan bir kun. Biz bu kun munosabati bilan Germaniyadagi Uyg'urlar Yevropa Sharq Turkiston birligining o'rinlashtirilishi bilan Xitoyning Myunxen bosh konsulxonasining oldida namoyish o'tkazyapmiz. Bu qadimgi namoyish qilishimizdagi maqsad birinchidan vatan ichidagi mujohidlarimiz bilan, inqilobchilarimiz bilan, xalqimiz bilan, vatan sirtidagi tashkilotlarimizning va xalqimizning ko'nglining har zaman bir ekanligini, vatan xalqimizdagi mujohidlarimizning dunyo yolg'iz bo'lmaganligini, chet ellik Uyg'urlar bo'lsin va chet eldagi demokratik davlatlardagi demokratik tashkilotlar va qurilishlarning har zaman ularning harakatini, kurashlarini qo'llaydiganligini ularga bildirish va shehidlarimizning ruhini shod aylash maqsadida bo'lsa, ikkinchi birisi chet elda bu namoyishlar orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yillardan buyon elib berayotgan qonliq qirg'inchiligini dunyo jamoatchiligiga, xalqaro tashkilotlarga bildirish, dunyo jamoatchiligining Sharq Turkiston xalqi bo'lgan yesdoshligini qo'lga keltirish va chet ellarda Sharq Turkiston do'stlarini ko'plab tepish va ularni qazinish maqsadida bu namoyish o'tkazyapmiz. Namoyish nihoyat hayajonli va nihoyat jushqin kayfiyat ichida davom etadi. Mushundaq kunlarda yolg'iz
yalnız Germaniyada emas, Şarkı Türkistan'ın sırtındaki bütün devletlerde, imkanları boğan bütün devletlerde, Uygurlar yaşayotgan bütün devletlerde Xitay konsulxonalarının aldığı namoyish düzenlash, nazr ötküzüş, her xil ilmiy konferanslarni ötküzüp, yani muşu qanliq qirg'inchilikning bo'lgan kunlarda şehitlerimizin ro'y shod bo'ladigan Sharq Turkiston davosining dunyo millatlaricha bilinish uchun katkısı bo'ladigan, töpüs bo'ladigan har xil faoliyatlarni tuzalishini umid qilaman. Dolqun efendi, bu fırsatdan paylaşıp sizden şunu sormakçı. Siz yakında Estoniya çağrılgan 3. nöbetlik Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı'da Yaşlar Kurultayı'nın reisi olup saylandınız. Siz Yaşlar Kurultayı'nın reisi buluş tutunuzdan yaşlarımızga, Uygur yaşlarına nispeten kandak bir tavsiye arzu istekleriniz var? Biz sizin degeninizde ötken yılı 2011 ayının 12'sinden 15'ine Estonya'nın payitahtı Tallinn'da 3. nöbetlik Dünya Uygur Yaşları Kurultayı naydı galiblik ötküzüldü. Dünyanın her kaysi caylarından kelgen, yani Şarkı Türkistan'ın sırtıda faaliyet kıvatkan yaşlar vekillerinin katılışı bilen naydı galiblik bir kurultay ötküzüldü. Xitay hükümeti naydı katlık narazılık bildigen bolsa mu Estonya hükümeti, ama öz küçük bir devlet bolsa mu, ama tarihte bizge okşaş mustamlikçilikning qadrini tatkan, mustaqillikning ta'min etgan bir millet bo'lganlik sübti bilen Xitay hükümetiga naydı qat'iy cesur narazılıkları cevaplarını verdi ve bizim bu kurultayımızın naydı galiblik geçiriş için meyli matbuat organları olsun, hükümeti olsun, halk olsun qo'llab quvvatladi. Bizning bu qatim qurultaydagi asosliq olgan neticemiz shuki, demak Sharq Turkiston yoshlari bu Uyg'ur yoshlari har zaman bir mushtak bo'lib uyushalaydiganligimiz nayt qobiliyatli, tarixdagi har qaysi davrlarga o'xshashlar buningdan keyingi Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobining eng og'ir yüklerini, yani yoshlarimiz ustiga oladiganligini, yoshlar qo'shinining nayt ishonchlik ve tevrenmez, qat'iy ve qobiliyatli bir qo'shin bo'lganligini isbotladi. Men bu qadimki bu ziyorat orqali bütün Sharq Turkiston yoshlariga shuni demoqchimanki, Sharq Turkiston yoshlarimiz Uyg'ur yoshlariga o'xshash, barin yoshlarga o'xshash mushularning ro'yidan ilhom elib, hech bir zaman tiz bitmasdan milliy mustaqillik hareketini en oxirgi maqsadgacha adoqgacha olib berishni chaqiraman. Hech bir zaman bizning ko'rishimiz mag'lub bo'lgandek, qanliq qirg'inchiliklar uchraganda qilgan bilan, ama bularning hech bir zaman bu to'kilgan qalla, aqqan qalla bekor ketmaydi. Bu qalla bir kunsi bu qalla, aqqan qalla, bu o'lgan shehitlarimizning ruhi bir kunsi Xitoydan kekidigidan shunda siqidi ve şu topraklarda Sharq Turkistonning ay yulduzli ko'k bayrog'i javlan qildi. Biz ümitlik vatanimiz en ağır hesapta, yani şu tökülgen qallaning bedeliga, aqqan qallaning bedeliga, bergen şehitlarning bedeliga çok mu müriyetke erişidi? Rahmat sizge. Suyumlik radyo anlıqçılar, bu qatımkı namoyish nayeti muvaffaqiyatli kaldı ahırlaştı. Bu qatımkı namoyishda tertip ve intizam qilib hech qanday bir hareket ko'rinmadi. Uyg'ur namoyishlarına ait anlık retlik kaldı namoyishni tertiplagaydi. Yine taqalganda nayet anlık ve retlik kaldı namoyishni ahırlaştırdı. İnşallah sizler bilen Germaniyanınki München şəhərindəki Xitay konsulxanası aldıda, yani kelajda 5 fevral günü görüşümüz. Şərq Türkistan İnformasyon Mərkəzinin vətəndən bevosita olgan ma'lumotga asoslanganda, yaqinda Xitoy hukumatı ma'rif tarmoqlari orqali Şərq Turkistondagi har qaysi milliy oliy maktablarga ishga jihatni uqtirish yurib, milliy o'qituvchilarni kelar mavsumda e'tiboran o'quvchilarga darsni Xitoy tilida o'tishni buyurgan. Hukumatning uqtirishida Xitoycha bilmagan va Xitoy tilida dars o'talmaydigan milliy o'qituvchilarning kasbiy unvonini bekor qilib, maosh darajasini tuvalatish va boshqa ma'mur ishlarga silish, ish cho'ngroq bo'lib, Xitoycha o'rganish imkoniyati bo'lmaganlarni majburiy pensiyaga chiqish kerakligi ta'kidlangan. Yuqori uqtirish taqiqlangandan keyin har qaysi oliy maktablardagi milliy o'qituvchi va o'quvchilarning besh qetib nima qilarini bilolmay gangrab qolgan. Xitoy hukumati milliy oliy maktablar bilan cheklanib qolmay, yana har qaysi viloyatlardagi nuqtaliq milliy o'rta maktablardami yuqori planni sinaq tariqasida ijro qilishga boshlagan.
Masalan, Qashqar Uyg'ur o'rta maktabi, Qashqar shaharlik 1-o'rta maktab qatorliq nuqtaliq o'rta maktablarda o'tgan yilning oxiridan e'tiboran atalmış tajriba sinfi ta'sis qilinib, bu sinflarda tabiiy fan darsliklarini Xitoy tilida o'tishga boshlagan. Hökumət tarmaqları bu məktəblərdəki Uyğur oxutucular xanzu tilini bilməydi deganni bahana qilib, ichki ölkələrdən yuqori maaş bilan məxsus Xitoy oxutucularını təklif qilib əkəlgan. Hamda Uyğur oxutucularga faqat turmuş pulini taqitib berib, ulardan tutub qilingan pulni Xitoy oxutucularga bilib bergan. Uyğur oxutucularning inkos qilishicha, ishkirdan chiqqan Xitoy oxutucular Xitoy markaziy dialektisida emas, balki o'z yurtining yerlik shivsida so'zlashga, o'quvchilar darsini tushunib tushunmayotganda kari yo'q ekan. Tushuniksiz bir nimalarni deb soatni to'shqizib chiqib ketadi ekan. Texmi ishnish yeri shuki, bu o'rta maktabdagi o'quvchilarning hammasidagidek Xitoychani faqatli bilmagachga, necha soatlab enigini yulab o'ltirib hech nimani anqira olmay chiqib ketishga majbur bo'lgan. Xabarlarga qaraganda, Xitoy hukumati 2010-yilgacha Sharq Turkistondagi Uyg'ur boshlang'ich maktablarining barliq darsliklarini Xitoy tilida o'tishni amalga oshirishni planlagan va hozirdan e'tiboran ba'zi rayonlarda yuqorqidek atalmış tajriba sinflarini ta'sis qilish orqali mazkur planiga asos solishga boshlagan. Undan başqa yana Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi o'rta boshlang'ich maktablarning til adabiyot darsliklarini Xitoynikiga o'xshash qilib birlikka keltirishni planlagan va hozirdan boshlabla milliy maktablarning til adabiyot darsliklaridagi Uyg'ur yozuvchilarining asarlarini ham Uyg'urcha klassik asarlarni paydin-pay chiqarib tashlab, uning o'rniga Xitoy klassik adabiyotini va hozirgi zamon Xitoy yozuvchilarining asarlarini kirgizishga boshlagan. Bundan burunmu Xitoy hukumati Uyg'ur maktablarining dars kitoblaridagi til adabiyotdan boshqa darsliklarning hammasini mamlakat bo'yicha birlik keltirib bo'lg'aydi. Undan boshqa yana Xitoy hukumati o'tgan yildan e'tiboran ishki o'lkalarda atalmış Xinjiang sinfi ta'sis qilib, Uyg'ur to'liq o'rta maktab o'quvchilarining bir qismi ishki o'lkalarga Xitoy o'rta maktablariga o'tkazib borib, o'qitishga boshlagan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning milliy ma'rifini xitoylashtirish uchun qo'llanayotgan yuqoridagi bir qator tadbirlari 10 minglagan Uyg'ur ma'rifchilari va millionlagan Uyg'ur o'quvchilarning kelgusi istiqboliga intayin zo'r ta'did elib kelmoqda. Xitoy hukumatining bu xil qilmishining milliy territoriyalik avtonomiya qonuniga va Xitoy asos qonunining milliy masalaga oid moddalariga ochiq zid keldiganligini ta'kidlagan milliy o'qituvchilar Xitoy hukumatining siyosiy ziyonkashligiga uchrab kelmoqda. Xitoy hukumatining yaqin mezgillardan buyon Sharq Turkistondagi diniy soha bilan milliy ma'rif sohasiga qaratgan besimini mos qadam bilan ta'sirlab oshirishga boshlaganligi Xitoy markaziy hukumatining Uyg'ur xalqini yaqin kelajakda assimilyatsiya qilib yo'qotishning keskin qarorga kelganligini va bu maqsadga yetish uchun hatto o'zining asos qonuni va o'zi e'lon qilgan milliy territoriyalik avtonomiya qonunini dafsanda qilishdan bosh tortmayotganligini isbotlab turmoqda. Chunki diniy va milliy ma'rif Uyg'ur xalqining milliy mavjudligini va milliy aloyligini saqlab kelayotgan eng asosli ikki omildan iborat bo'lib, bu omillarning yo'qolishi Uyg'ur xalqining yo'qolishi demakdir. Suyumlik radio anglag'uchilar, Merkez organi Germaniyaning Myunxen shahridagi Sharq Turkiston informatsion markazi tarafidan hozirlab tarqatilgan Sharq Turkistonda inson haqlari nomli umumiy doklad Shangang va chet ellardagi Xitoy matbuotlarida kuchli inkas qo'zg'adi. O'tgan yilning boshlarida Sharq Turkiston informatsion markazi vatandan olgan axborot uchurlar va qo'lga tushirilgan Xitoyning maxfiy hujjat materiallariga asoslanib turib, Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi inson haqlari tajovuzchilik qilmishlari haqida umumiy bir doklad hozirlab chiqib, bu dokladni dastlabki qadamda inglizcha, germancha va turkcha tillarda butun dunyoga tarqatgan edi. Yaqında mazkur doklad Sharq Turkiston informatsion markazining Shvetsiyada doim turishliq vakillari Dilshod Rashid va Kurash Ko'sallar tarafidan Xitoychaga tarjima qilinib tarqatilgan edi. Bu dokladning Xitoycha nusxasi tarqatilgandan keyin Shangangda nashr qilinayotgan Xitoycha Kayfang jurnali dokladning to'liq tekstini e'lon qildi. Undan boshqa endi bu dokladning to'liq teksti Amerikada chiqayotgan cho'ng kichik foydalanish xabarlarining internet saytida e'lon qilingan. Undan boshqa yana Shangang, Tayvan va chet ellardagi xili ko'plagan Xitoycha gazet jurnallarmi yuqorqi dokladning ba'zi paragraflarini uzib xabar qilgan. Shangangdan kelgan xabarlarga qaraganda, yuqorqi doklad Kayfang jurnalida e'lon qilingandan keyin intayin kuchli qo'zg'olon qo'zg'agan. Hatto Xinhua axborot agentligimi mazkur doklad munosabati bilan bayonot e'lon qilib, dokladda yer olgan faktlarni qoralashga tirishgan. Sharq Turkiston informatsion markazi tarafidan e'lon qilingan yuqorqi doklad Uchqun va Istiqlol gazetlarining mas'ul muharriri Parat Yurunqash tarafidan qalamga ilingan edi. O'z xabarimiz
Шинжаң гезитінің bu yil 1-ayning 11 kundagi sonida e'lon qilingan bir xabarga asoslanganda, Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komissiyasi tashkilot bo'limining bevosita o'rinlashtirishiga asosan, yaqinda atalmış Abdum rayonluq partkom umumiy safarbarlik e'lon qilib, Sharq Turkistonning butun yezi qishloqlarida 3 vakillik qilishni umumlashtirish degan niqob ostida yangi siyosiy harakat qo'zg'agan. Yuqorqi gezitning xabarida bayon qilinishicha, atalmış Abdum rayonluq partkomning sekretari Wang Luochunning riyosatchiligida 1-ayning 3-kundan 5-kunigacha Urumchida yezlarda 3 vakillik qilish yig'ini chaqirilib, buningdan keyin yezlarda elib berilgan yangi siyosiy harakatning strategiyasi belgilangan. Bu qitimqi yig'inda Wang Luochun so'z qilib, yezlardagi partiya tashkilotlarining uyushqonligi va jangovarligini oshirish kerak deb ta'kidlagan. Wang Luochun o'z so'zida yana asosiy qatlam kadrlari Şinjanning muqimligini qo'g'dashning muhim strategik ahamiyatini to'liq tunib yetib, muqimlikni qo'g'daydigan siyosiy mas'uliyatchanlik tuyg'usini oshirib, vatanning birligini qo'g'dab, milliy bo'lginchilik qarshi turishdan iborat tarixiy ig'ir vazifasini bosh tortmay ustiga elish kerak deb ko'rsatgan. Xitoy hukumati yaqinqi mezgillardan buyon asosiy zarba berish nishonasini Uyg'ur dehqonlari qartib kelmoqda va Sharq Turkistonning yezi qishloqlarida harakat ustiga harakat ilib berib, Uyg'ur dehqonlariga bo'lgan siyosiy nazoratchilikni haslab oshirmoqda. Buning sababi shuki, ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkistonning yezi qishloqlari Kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi elib berilayotgan milliy harakatlarning tayanch bazasi bo'lib keldi va Uyg'ur dehqonlari milliy harakatlarning tayanch kuchini shakllantirib kelmoqda. Bulupmu 1990 yil yuz bergan Barun qo'zg'oloni Uyg'ur dehqonlarining kurash simvoli sifatida toki hozirga qadar xotirlanib kelmoqda va bu harakat Sharq Turkiston mustaqillik harakatining ulgusi bo'lib keldi. Xitoy hukumati tarafidan besib tarqatilgan ba'zi ishki hujjatlardimi navbat Sharq Turkistonning yezlarida bulupmu Uyg'urlar bir qator zich to'plashib o'tiraqlashgan Qashqar, Xotan, Oqsu qatorliq rayonlarda ko'plagan yezlarda Xitoy hokimiyatiga qarshi milliy harakatlarning qismanlikdan halqib umumyuzlik qarshilik ko'zish harakatiga aylanganligi, hatto Xitoy hukumatining ba'zi yezlarda ta'sirini va nopozini tamoman yo'qotib qo'yganligi, shundaqli ba'zi rayonlarda hukumatning munosabatini tamoman uzgan mustaqil yezlarning shakllanishga boshlaganligi ochiqcha bayon qilingan edi. Bulupmu xili ko'plagan yezi asos qatlam kadrlarining yerli xalq bilan hamnafas bo'lib, yuqorining buyrug'ini ijro qilishdan bosh tortib kelayotganligi, hatto ba'zilarining milliy mujohidlarga hasdoshlik qilayotganligi Xitoy hokimiyatini qattiq andishiga silib kelgan edi. Şoň Xitoy hukumatı yezlarga ko'plab xizmat atratlarini vatish, yezlarga Xitoy ko'chmanini yerlashtirish, yez saqchixonalardagi saqchilarning sonini ko'paytirish, Pingtuan qaramog'idagi ba'zi tuan maydonlarni masala bor deb qaragan yezlarning atrofiga yerlashtirish, yezlarda orqa-orqadan siyosiy harakatlarni qo'zg'ab Uyg'ur dehqonlarini bosh ko'targazmaslik qatorliq tadbirlarni qo'llanib kelmoqda. Шинжаң гезитінің xabariga qaraganda, bu qitim Sharq Turkistonning yezlarida boshlangan siyosiy harakat 2 yil davomlashadi ekan. Öz xabarimiz. Suyumlik radio anlıqçılar. Gerçi Xitoy hukumati Sharq Turkistonda har darajalik sud mahkamalarini qurib, hammani qonun bo'yicha idora qilish deb jinning birinchi jor silib kelgan bo'lsa-mu, ammo madaniyat zo'r inqilob davridagidek dilolarni partkomlar bir taraf qiladigan ahvollar hozirmi ham aynan davom qilib kelmoqda. Va Sharq Turkistonda yuz bergan asosiy siyosiy va iqtisodiy dilolarni har darajalik partkomlar qaramog'idagi atalmış siyosiy qonun komitetlari bevosita kontrol qilib kelmoqda. Masalan, Şinjan Qonunchilik gezitining bu yil 1-ayning 4-kundagi sonida e'lon qilingan bir xabarda atalmış Abdum rayonluq partkom siyosiy qonun komiteti qaramog'idagi qonunni ijro qilish nazoratchiligi ishxonasining Sharq Turkistonda yaqinqi yillardan buyon yuz bergan 7-iyun Xotan voqeasi, 5-fevral G'o'lji voqeasi, 5-fevral va 25-fevral avtobus portlatish voqeasi qatorliq asosiy cho'ng siyosiy dilolarni bevosita bartaraf qilganligi bayon qilingan. Hatta yuqorqi xabarda qonunni ijro qilish nazoratchilik ishxonasining Illi rayonida nohaqchilikka uchragan bir Xitoy fuqarosining qonunni manfaatini qanday qo'g'dab qolganligi bayon qilingan bo'lib, bu vaqtda misol keltirilib aynan mundaq deyilgan. Abdum rayonluq yuqori xalq sud mahkamasi Ili sho'basi sud qilgan Bingtonning yezigilik ishchisi Liu Qingchinning G'o'lji shahri Jilyuzi bozori hukumati bilan ko'mirkonni o'diga elish delosida dilo bejirgichi diloning dalil isbotiga e'tiborsiz qilib, javobgarga yon besib, shaxsiy g'araz bilan qonunni buzib, Liu Qingchinning qonuni huquq manfaatiga eg'iz ziyo yetkazgan. 1998 yili qanot yoydirilgan siyosiy qonun qo'shinida markaziy tartibga selish, tarbiyalash faoliyatida siyosiy qonun komiteti bu diloni nazorat qiladigan dilo qatoriga kirgizdi.
Abdunum rayonluq yuqori xalq sud mahkamasi siyosiy qonun komitetining talabi bo'yicha tezlikda xodim o'vatib tekshirib, qayta sud etish orqali aslidagi xato hukmni o'zgartdi. Shundaqla shaxsiy g'araz bilan ko'z bo'yamchilik qilib, qonun xilof hukm chiqargan sud xodimlarining jinoyat javobgarligini surishtirib, yaxshi ijtimoiy o'gunimga erishdi. Qadrli vatandaşlar, yuqorqi misoldan shu aniq ko'rinib turibdiki, illi rayondagi sud mahkamaları yerlikni oldigan bingtonlik bir iqtisodiy jinoyatchini sudlab qonun bo'yicha hukm chiqargan bo'lsa-mu, ammo bu deloga Abdunum rayonlik qonunni ijro qilish nazoratchilik ishxonasi bevosita aralashib, hali Xitoy fuqarosini oqlab to'qanmay, uni qonun bo'yicha betaraf qilgan ili sudning xodimlariga siyosiy bo'hton chaplab, ularni javobgarlik o'rniga tushirib qo'ygan. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, Sharq Turkistonda yaqinqi yillardan buyon yuz bergan 7-iyun Xotan vaqasi, 5-fevral G'o'lji vaqasi, 5-fevral va 25-fevral avtobus portlatish vaqasi va o'tgan 1-2 yilda Xotanning har qaysi rayonlarida yuz bergan cho'ng vaqalarda 10 minglagan begunoh Uyg'ur quruq gumon bilan qo'lga olinib, bularning ichidagi xili ko'pliganlari hech bir dalil isbotsizla o'lim jazolariga va turli og'ir qamoq jazolariga hukm qilingan edi. Bu jarayonda naqshlik uchragan ko'plagan Uyg'urlar Abdunum rayonluq yuqori sud mahkamasiga arz sunib, norozilik bildirgan bo'lsa-mu, ammo ularning hech birining norozilik arzi qabul qilinmay, aslidagi hukm kuchiga ega qilingan edi. Ammo bingtonlik bir aldamchi Xitoyning delosiga kelganda muomala boshqacha bo'lgan va bu Xitoy fuqarosi Abdunum rayonluq siyosiy qonun komiteti qonunni ijro qilish nazoratchiligi ishxonasining bevosita aralashishi bilan qutulib qolgan. Bu misal Sharq Turkistonda yerli xalqning qonun jihatda naqadar zo'r adolatsizlik duch kelayotganligini, shundaqla har darajalik sud mahkamalarining faqatli shakl uchun mavjud bo'lib turayotganligini, asli sud mahkamalarining har darajalik partikolar ekanligini to'liq isbotlab turmoqda. Suyimli radio anglovchilar, programmamizning oxirida radio anglovchilarimizning talabiga asosan milliy mujohidimiz va shehidimiz Zulfiqor Muhammadning turmada onasiga yozib qoldirgan Yig'lama ana nomli she'rini qayta diqqatingizga sunmoqchimiz. Sirdishingdim azaldan mehribon onam. Kulgan idim, kulganda qayg'udimi ham. Bo'lgan idim ro'yi uzuq sen uchun hardam, rozi bo'lg'in balangdin yig'lama ana. Men safarga mang'anda yig'lagan eding. Nega borsan balam deb to'g'lagan eding. Ayrılsam senden ne qilarman demaganmiding? Oq yo'l tili balanga yig'lama ana. Ayrıldın sen can ana hozir balangdin. Ayrıldın balangdin yurak parangdin. Ayrıldın o'ti bor bir balangdin. Baxtli balanga yig'lama ana. Xoinlar qo'limga yuk qo'ysa salsa, oldingda ishtirib so'rab apmangsa, mag'rur tur yosh to'kma dushkalab tursa, faxrlan o'g'lingdan yig'lama ana. Kofirlar to'qmig'i tagsi beshimga, itlari xiris qilib kelsa qishimga, ichingan senmiding gudak yishimga, ah balam deb zarlinib yig'lama ana. Yüzümge kaçatlar tagsi urilib, putumni kishallab sap qo'yis qulub, apmangsa oldingda sana ko'rsatib, hasratda mo'nglanib yig'lama ana. Kofirlar qo'lida chiqsimi jinim, sel bo'lib oqsimi qip-qizil qinim, hayotim azizim ah balam jinim, hasratda mo'nglanib yig'lama ana. Allah deb tutuldik yanmaymiz hergiz. Allah'ның buyrug'i bo'yinda qariz. Şunlaşqı bildik biz cihatni pariz, kafirga yalvarıp yig'lama ana. Balangni pash qildi do'stim deganlar, ko'zingni yosh qildir sirdosh deganlar, o'zini pash qildi yo'ldosh deganlar. Sabrchan yigitman yig'lama ana. Sabr qil jon ana, sabrini do'st tut. O'ylasang balangni Qur'onni do'st tut. Shu chaqda bo'ladi oxirang utuq. Xo'shal bo'l, qayg'urib yig'lama ana. Zindanda haqiqiy o'g'lonlaring bor. Kofirga xiris qilib mush otqanlar bor. Jinindan voz kechgan palvonlaring bor. Haqiqat parvarman yig'lama ana. Tiligin Allohdan bizlarga madad. Qilganda har vaqt toat ibodat. Haqiqat o'lmaydi mangu to abad. Haqiqat haqdir faqat yig'lama. Sen rozi balangdan Alloh rozi. Rozi bo'l balangdan bo'lma norozi. Oyig'ing ostida bulur jannati. Razılık olayman yig'lama ana.